Assalomu alaykum. Qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z yakuniga yetdi. Bu yerda manzil Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qorasoqol qishlog'ida bo'ldi. Xo'p, bu yerga jami 5 ta rom, bitta eshik, 4 tami fortishga, bitta alohida hammom eshik ham qo'yib berganmiz. Xo'p, bu yerga batafsil tushunchalari bilan tushuntirib o'tsam. Xo'p, bu yerga yo'du aynida Zolotoy tub Akfa original mahsulotlariga 35 lik padagonilari bilan o'rnatib berdik. Akamiz o'zlari aytgan fasonda aytilgan holatda qilib, xudo xolasa muddatlarini ham 10 kun so'roq aytdik. Bugun 1 hafta bo'ldi. Xudo xolasa olib kelib qo'yib berdik. Hamma yo'q full holatda. Ichkarilarini bir qo'shtor tushuntirib o'taman. Bu tomondagi razmerlari bilan boshlasak, 1.25 ga balandligi 1.60 sm da bo'lgan 3 ta rom, har bittasida bittadan ochiladi. Aytganimdek, o'sha yo'dviayni bir qavat padagonilari ham bor. Ichkaridan ko'rinishlarini ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda gilavni eshiklari bo'lgan, romi 3 ko'zli. Razmerlari 1.48 ga 1.50 ga balandligi 1.60 bo'lgan. 3 ko'zli, o'rtadan bitta ochiladi. Eshiklarimiz aynan stikla paket bo'lgan. İşte bu shotlanka bor. Bunisi paket qilib beravering dedilar. Shunga bu eshiklarimiz aynan 2 qavat bo'lgan. Taylari 60 cm arkafon. Eshigimiz uzunligi 1.30 cm, balandligi eshik to'xtagani 2 metr. Seli razmerlari 2.35 ga, balandligi 2.40 bo'lgan. Aytganimdek, eshikda seli ochilish holati 1.35 cm bo'lgan. To'xtagani o'sha 2 metr bo'lgan. Yaqinroqdan ko'rsatib o'taman. Temir ruchkalari, shotlanka gullari hamma yo'q, xudo xolasa ideal holatda bo'lgan. Akfa'ning o'zining ruchka zamoglari 153. Aytganimdek, aynaklari stikla paket, ichida dorilar bilan alyuminiy butilchalari, rezinka, pezinka hamma yo'qlari full bo'lgan, xudo xolasa. Xo'p, romda o'sha aytganimdek nariyam bilan bir xil o'rtadan ochilishlari bor. Hop, imkon qadar ichkaridan ham batafsil ko'rsatib o'taman. Hop, ichkari holati mana petlelari, Akfa'ning o'zining logotiplari hamma yo'q bor. Xo'p, rezinkalarda ham mana Akfa'ning o'zining pechati bor. Ko'rinayotgan bo'lsa, полностью shu holatda bo'lgan. Peynalarni ham Adidas yapib berdik, tepalari, yonlari. Xo'p, taylariga, beton joylariga ankel botlarini qatirib berganmiz mana. Xo'p, yonlariga endi bitta peyna bo'lib, shuni hisobiga bu yerga полностью peynalarni sepdik. Romlar ichkaridan ko'rinishi, fortishkalar 1.20 ga, balandligi 57 cm bo'lgan 3 ta fortishkamiz bor. Hammasi xo'p, qaychi mexanizmda bo'lgan. Mana ko'rganingizdek, tepadan ham pastdan ham havo aylanaveradi. Penalari bu ham seli holatda bo'lgan, hamma yo'q. Xo'p, padagonilari, kirishkalari, 30 lik padagonilari bor. Romlarimizda delfin ruchkalari, Akfa'ning o'zidan hamma yo'q. Ochilishlari xudo xolasa sifatlari tekkani yo'q. Zazorlari ham gideta o'sha akyosni qiriga teng qilib olganmiz. İşte bu keyinchalik bat loy bilan to'lsa, o'sha peyna yopib ketadi. Hop, ishimiz uzoq kadrdan bitta ko'rinishi mana. Xudo xolasa chiroyli holatda yakunlandi. Shotlankalariga o'zlaring baho berasizlar. 1.8 lik shotlankalarni to'qib berganmiz. Toshgulli gullari bo'lgan o'rtasida. Romimiz ko'rinishi 1.25 ga, balandligi o'sha 1.68, 1.60 lik bo'lgan. Buni 2 ko'zli qilgan sababi bu yerdan qishda o'sha kannayda chiqib ketar ekan, shuning uchun aynani solib almashtirgani, osonroq bo'lishligi uchun qo'yardik mana. Hop, 3 ko'zli romimiz ichkari ko'rinishi hamma yo'q bir xil, padagonilari, qolgan tomonlari ham imkon qadar videomizni bu ham bir xil, o'ngga chapga ochilishi bor. Fortishkamiz aytganimdek 3 ta bir xil fortishka. Hop, bitta oq arzonroq eshik qo'yib berganmiz. Aytganlaridek qilib. Hammom eshik bo'lgan. Ichkaridan girovkalari hamma yo'q, yengil holatda. Bu yerda esa 55 ga 37 cm da fortishka qo'yib berganmiz. Hammasida fortishkalarda qaychi mexanizm. Taylari plastmassa lamri bo'lgan, 2 kamerali. İşte bu arzonroq variant. Filmalarigacha mana o'zi bilinib turibdi. Hop, 3-chi fortishkamiz esa bu tomonda katta. O'sha 4 ta fortishka, 3 ta shunaqa razmerda bo'lgan, 1.20 ga 57 cm da bo'lgan. Bu esa 3-chi romimiz ichkari holat. Hop, o'sha summasi batga olib kelib o'rnatib berish hamma yo'q bo'lib, 13.650 ming so'm bo'ldi. Jami summada chetga olib kelib o'rnatib berish hamma yo'q ichida bo'lib. Hop, kimga shunaqa eshik rom beranda teraskalar zarur bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Ishlayni sifatli garantiyali qilib o'rnatib beramiz. Ekran endi bilan aloqada Telegram, WhatsApp, qaysi biri qulay bo'lsa, o'zlaringiz shunda razmerlari aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.